Assalomu alaykum Angren ahli. Bugungi obzorimiz Angren shahar Jasmin choyxonasidan shundoqqina orqasidagi domdan bo'ladi. 4 qavatli domda mana 4-qavatdamiz. 2 xonali kvartiramiz. Bu 2 xonali kvartiramizda svet, suv, gaz hammasi yaxshi va Moskovskiy proyekt. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqda zalimiz bor, bu yoqda asosiy mehmonxonamiz, hojatxonamiz va sanuzel. Xo'p, bunda uyimiz obzorlarini boshlaymiz. Prixoshkalarimizni ko'rishingiz mumkin. Koridorimiz anchagina katta holatda. Qani bo'lmasa birinchi yotoqxonadan boshlaymiz. Yotoqxonamizni mana ko'rishlaringiz mumkin. Mebellarimiz hammasi mana bu ko'rib turganlarimiz qoladi. Bu yoqdan bu shkafimiz ham qoladi. Uyga egalari tashlab ketamiz deyishyapti. Faqat bitoviy texnikalarni olib chiqib ketishadi. Qolgan hamma narsasi qoladi. Mebellar mana yotoqxona mebeli, o'sha spalnilarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Bu yoqdagi xonani remonti ham yaxshi. O'rtacha holatda. Hozirda uy egalari o'zlari yashab kelishyapti. Xo'p. Mana bu katta eshigimiz, ko'chadan kirib kelaverishdagi. Endi sanuzelga o'tamiz. Mana sanuzelimiz. Sanuzelimiz ham yaxshi holatda. Uy egalari aytganimdek o'zlari uchun chiroyli qilib ta'mirlab qo'yishgan. Ta'mirlari yaxshi holatda. Bu yoqdan ham deyarli hamma narsa qoladi, faqat mana shu kir mashinasi olib ketiladi. Xo'p, bu yoqdan keyin hojatxonaga o'tadigan bo'lsak, hojatxonamiz ham mana aristonlar qo'yib qo'yilgan. Hojatxonamiz ham yaxshi holatda, ancha toza. Bu yoqdan endi oshxonaga o'tamiz. Oshxonamizni mana ko'rishlaringiz mumkin. Keyin katta suvlar 4-qavat bo'lishiga qaramasdan naporlari ancha baland ekan. Hozir pastni ochdim. Agar yuqorisini ochadigan bo'lsam sachet boryapti. Suvlari yaxshi. Oshxona mebellari bular ham qoladi. Bu yoqda ham ko'rishlaringiz mumkin. O'zlari uchun yasatib qo'yilgan. Kattagina. Hop, bu yoqdan keyin endi balkonimizga o'tamiz. Balkonimizga keladigan bo'lsak, ozroq ta'mirtalab ko'rishlaringiz mumkin. Bitoviylari olib ketiladi, qolgan narsalari qoladi. Hop, bu yoqda ham balkonimizda kattaligi 6x2 holatda. Mana jalyuzi pardalarimiz ham qoladi. Bu yoqda mana yotoqxonaga o'tish xonasi, tapchanlar qilib qo'yilgan. Oila uchun mos qilib turib, bunaqa baland emas, ba'zi uylarda balandroq bo'ladi. Bu yoqda yaxshi pastroq ekan. Hop, bu yoqda endi bu tomonda ko'chaga qaraydigan bo'lsak, oldimizda mana zapravkamiz bor ekan, ilg'or zapravkasi, avtobazalar bu yoqda, trassa shundoqqina ko'rinib turadi. Mana yonginamizda Jasmin choyxonasi. Endi zalimizni ko'rsatib o'taman. Bu yoqdan o'tganimizdan keyin mana zalimiz joylashgan. Mana asosiy xonamiz, zalimizga kirib oldik. Zalimizda ham ko'rishlaringiz mumkin, ancha katta holatda. Bu mebellar ham hammasi qoladi. Uy egalari o'zlari yasashgan ekan. Chiroyli qilib turib, mana katta stolimiz ham va bu yoqdagi mana bu nima deymiz? Ayollar yaxshi tushunadi, nomini bilganlar pastga yozib ketinglar, menda esimdan chiqib qoldi. Jalyuzilarimiz hammasi qoladi. Mana bu yoqda ukamiz uchun kompyuterlari, mebellari bilan taxlib qo'yilgan ekan, chiroyli qilib turib. Bular ham uy egasining nomidan sovg'a sifatida qolyapti. Kimnidir farzandi bo'ladigan bo'lsa, chiroyli qilib turib mana bunaqa yaxshi sharoitlarda o'tirsa bo'ladi. Xo'p, ko'rib turibsizlar, uyimiz yaxshi holatda, chiroyli, ishinam yashasa bo'ladigan. Bu tomondan shaharimiz ko'rinib turibdi. Shaharga qarab o'tirsa bo'ladi. Oldida hamma narsa bor. Uyimizga egalari 22.800 narx baholashyapti. Qiziqqanlar mana shu Jasmin choyxonasi tomonidan 2 xonali kvartira qilib yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimiz mana shunaqa arzon uylar uchun bo'ladi. Kuzatib borishda davom eting.